odamning oldidan, orqadan, o'ng tarafidan, so'l tarafidan yiqilishadigan shayton ba'zida o'tmishdiki, ba'zida kelgusidagi ishlar bilan odamning ko'nglini yerim qiladi va qo'rqitadi. Ba'zida erishgan savoblarni uning ko'zida yo'g'initadi. Ba'zida uni gunohlarining ostida ezib, chorasiz holga tushirib vasvasa qiladi. Vasvasa deganimiz asli hech qanday asosi bo'lmagan, reallik bilan hech qanday munosabati bo'lmagan vahima, qo'rqinch, gumon, ikkilnish va ansirashlardan iborat bo'lib, odam zehnida ixtiyorsiz holda nachar, foydasiz bo'lgan tushuncha va muomalani paydo qilib qo'ydi. Vasvasa insonni kontrol ostiga olib, uni din to'g'ri ko'mgan taraflarga burab qo'ydi. Vasvasaning asli manbasi shayton bo'lib, shayton insonlarning eng ojiz tarafini tutib olib, ularga g'am qayg'u, qo'rqinch va andish selishqa va diniy masalalarda shubhalanishga bor kuchi bilan tirishadi. Shayton vasvasa orqali yana insonlarning Allohni inkor qilishini, uning buyruqlariga qarshi chiqishni umid qiladi. Bundaq bo'lganda maxluqotlarning eng sharaflisi bo'lgan inson shaytonga o'xshash ilohiy huzurdan qo'g'linadi va jahannamga loyiq bo'lib qoladi. Alloh taolaning Hazrati Odamga sajda qilishdan iborat buyruqini o'rindamaganligi sababli jannatdan qo'g'langan shayton o'z gunohi uchun ham Allohni hamda odamni ayblab mundaq deydi: Ey Rabbim, men ularga nachar ishlarni chiroyli ko'rsatib ozdiraman. Faqat sening ixlosmand bandalaringlar buningdan mustasnodir. Bu dushmanlikning sababi bo'lsa, shaytonning Hazrati Odam bilan Hazrati Havvoga vasvas qilib, cheklangan mevani yegizishidir. Mushu meva orqali ularning mangulik hayotga bo'lgan talpinishini bilib olib, ularni bakchon gunohga botirib qo'ydi. Hazrati Odam bilan Hazrati Havvo shu vaqtning o'zida xatoligini to'nib, yig'lab, pushaymon bilan tavba qiladi va Allohdan o'zlarini afu qilib etishni so'raydi. Mana dal mushu nuqtada Hazrati Odam bilan shaytonning farqi namoyon bo'ladi. Ya'ni shayton qilgan gunohida ching turib, o'zining o'rniga boshqa gunohkorlarni izlaydi va gunohining intiqomini olish uchun texmo cho'ng gunohlarga qarab yo'l oladi. Hazrati Odam va ayoli Hazrati Havvo onamiz xatoligini to'nigan hamon pushaymon qilgan holda xatoliqidan yanadi va Allohning rahmat va mag'firatiga qarab yo'l oladi. Kunimizdagi odam shu odamdir va shayton ham shu shaytondir. İnsanlarning oldilaridan, orqalaridan, o'ng va so'l taraflardan yaqinlashgan shayton ba'zida o'tmishdiki, ba'zida kelgusidagi ishlar bilan odamni qo'rqitib, umidsizlantiradi. Ba'zida erishgan savoblarni uning ko'zida yo'g'initadi. Ba'zida uni gunohlarining ostida ezib, chorasiz holga tushirib, vasvas qiladi. Ammo shayton faqatli yolg'on va'da berib, pichirlab odamning aqlini, qalbini o'g'irlashga tirishadi. Haqiqiy taqvo ixlosmand bandalarning hech birida uning hiyla-mikrlarining ta'siri ozroqmi yo'q. Ko'pincha uning hokimiyati qalbiy jihatdan uning buyrug'iga bo'ysungan kishilarda ko'p bo'ladi. Suyimlik payg'ambarimizning ifodalab berishicha, shayton odam bolasining ichida qon tomirda mang'iniga o'xshash mengib yuridi ekan. Odam bolasini va uning ojiz taraflarini to'nigan insonning qadamini teyildirish uchun bir umr hushyor holatda turadigan shaytonga nisbatan har bir odam bolasi shaytonga qarshi hushyor va o'yg'oq holatda turishi lozim. Shayton bizga vasvasa qilgan sari bizmi yegona Rabbimizdan panohlik tilashimiz va uning o'rgatganidek ko'proq Bismillahirrohmanirrohim deb uni zikr qilib turishimiz afzal. Janobi Alloh vasvasadan qo'g'dinish uchun bizga Nas va Falaq surasini ko'rsatib bergan. Bo'libmi Nas surasidagi vasvasil xannas ifodasi bilan bizga shaytonning vasvas qiladiganligini bildirib qo'ygan. Xannas deganimiz qalbi bo'sh qolgan vaqtda uningga hujum qilgan, qalb zikrga o'tgan hamon darhol qochgan deganlikdir. Yuqorqi tasvirlashdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, vasvasa qilingan kishilarning ko'p zikr bilan mashg'ul bo'lishi, vasvasining shaytondan ekanligini to'nib, o'zini zikr bilan qo'rg'onga elishi eng yaxshi qutulish retseptidir.
Nodon kishi shaytonning vasvasiga bo'ysunib, oxirida shaytonning masxirasiga qoladi. Halol bilan haromni bir-biriga aralashtiradi. Ondan xorobiylikni din deb tonib yo'ldan ozadi. Ondan shaytonmi uni xohlagancha xizmatiga soladi. Janob Alloh shaytonning vasvasidan qo'g'dash uchun o'zining kitobi Qur'onda bizni qadamda bir eslatib turgan va qo'g'dinish yo'llarini bizga ko'rsatib bergan. Shubhisizki Allohga chin dilidan iymon etgan va faqat Rabbiga ishongan tavakkul sohiblarida shaytonning hech qanday hokimiyati mavjud bo'lmaydi. Uning hokimiyati faqat o'zi bilan do'st bo'lgan, Allohga shirik keltirgan kishilarda mavjuddir. Suyimli payg'ambarimiz bir kuni sizlarning har biringlarning birdan shaytoni bor deydi. Bu hadisni anglagan ashabi kiromlar sizningmi shaytoningiz bormi ya Rasululloh deb so'raydi. Shundoq meningmi shaytonim bor, lekin Alloh menga uningga qarshi yordam qildi va oxirida u menga taslim bo'lib, menga bo'ysundi deydi suyimli payg'ambarimiz. Yuqorqi hadis sharifdan shuni bilib olamizki, shayton o'zimiz yolg'iz yengalaydigan dushman emas. Oxirgi tiniqimiz to'xtaganga qadar yoqimizni qo'yib bermaydigan bu dushmanni taslim qildirishning birdan bir yo'li zikr va Allohdan panoh tilash orqali erishgili bo'ladigan ilohiy yordamdir. Rabbimiz bizni inson va jinlarning shaytonlardan o'z panohida saqlasin. Bizni nafsimizning va shaytonning qo'liga ko'zni yumib ochquchilik bo'lgan orliqdimi tashlab qo'ymasin. İmtihan dünyasından ibaret bu hayatimizda taqatimiz yetmeydiğen imtihanlar bilen sınamasin. Bizni şeytandan ve şeytanlaşkan bütün mahlukatlarının her türlük hile mikir, suikast, vesvese ve tuzaklardan muhafaza kılsın. Amin.